Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlar. Azizlar, bugungi videomizda shlaka blok so'ragan ko'kalarimiz uchun mana video keldik. Betonlarni ham chiqargandik, 20 metr joyda. Nariyoqqa ham 4 metr bor, 16 metr mana bu joyimiz. Общий 20 metr aytilgandi. Mana shlaka blokini ham terish boshlandi. 16-36 lik bu kichkina press blok. Kattarog'i ham bor, salgina. Va bu 3000 so'mdan olingan. Uygacha kelgan, bir donasi getirib tushirib ketishgan, 2000 so'mdan ustaga qaytadilar. Bitta qilib mana. Uy bo'lsa-da agar unda uzunasi o'sha 36 likka qo'yiladi bu. 16 likka terilibdi hozir. Hovli devor. Stoykamiz общий joyga 6 ta qo'yilgan. 2,5 metr 2,60lardan to'g'ri keladi. Burchakka bitta, ikkita 4 ta 5 ta mana darvoza oldi 6 ta. Общий 700 dona kelgan, hozir shlaka blok yana keladi. Sababi mana bergan bir 4-5 metr betonimiz bor. Shuni ham ustalarimiz serishadi. Press blokimiz hovli devorlar bo'lash qanday mo'min bo'lmay, chotki bu. Uyga ham tersa bo'laveradi. Endi hovli devor ortiqcha narsa mindirilmaydi, shuning uchun bitta 16 likka teriladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaverasizlar, bemalol. Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar, Xunoman TV sizlar chiqadi. Biz har kunlik yangi videolar chiqarib boramiz. Ushbu joy Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Yangi Do'stlik mahallasida joylashgan. Sog' bo'linglar, yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar, nasib bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mana kelamni usta. Havo o'zi shlaka blok teradigan havo bo'libdi. Chotki bo'lib salqin. 3000 donaga olingan, 2000 so'mdan ustaga terib beriladi.